Давай, street workout sharmanda qilmang. Bolalar hammaga salom, tanishinglar. Sayfullayev Baxshullo. Assalomu alaykum hammaga. Tak, bizni Xonsaroy zalimizga Ahmad kelgan ekan, qiyin challenge so'ragan ekan. Bugun как раз bizda oyoq kuni edi. Oyoqda bizda ko'p challengelar bor. Trenerlar kelib turadi, challenge qilib turamiz. O'zim tanishtirishim kerak. Men hech kim emasman, просто Osiyo chempioni, jahon chempioni, Arno Classic chempioni и top 3 ga kirgan Mr. Olimpiya. Bo'l. Hech kim o'zi biz kimmiz? Bo'ldi, hozir bizga eng qiyin challenge deyaptilar. Bilasizlar, vakavchilar oyoq ishlamaydi. Hozir o'zimizni sinab ko'ramiz. Ketdi. Так, 100 kilo разминочный вес. Ko'ramiz. 100 kilo razminchini vес ekan. Uy. Oxirigacha turmasdan, oxirigacha o'tirib, sakrama taqsak bo'ldi. Qo'shamiz keyin. Menga 8 ta ko'plik qilsa kerak. Mayli, 7,5 ta. 3 ta qilsam o'tagan. Ketdik. Energetik bu. Hali hech kim urmay. Bolalar urmay. Bitta porsiya energetik ketdi. Voy, voy. Давай. Давай. O. Yana ikkita bo'lsa bo'ladi. Yaxshi. Хорошо. Oh. Menimcha Birinchi marta. hozir adrenalin bo'ldi urganlariga. Aytdim-ku, bitta porsiya energetik. Ona orqa iz qoldimi yo'qmi? Endi chiqadingiz. Ha, mana chiqyapti. Chiqyaptimi? Bolalar, birinchi marta 100 kilo bilan ko'rdim. Azart bilan. Oh! Давай. Ketdik. Voy bilan. Yo'q, belga umuman e'tibor bermayapsan. Mamnun qilib olyapsan. O'zingga o'zing qiyin qilib. Ochil. Ras ochilib, og'ir emas bu vez. Sen uchun og'ir emas. Chunki bir umr sportda yuribsan-ku. Og'ir emas, просто texnika noto'g'ri. Texnika noto'g'ri. Ha. Давай, ochilib, bel to'g'rilab, жестко. Yo'q. Ikkinchi porsiya yaxshi ishladi. Odam qo'rqadi, reaksiyaga orqaga qarab. Давай, azart. Let's go. Давай. О, ochilib. О. Давай, здесь. Yaxshi, давай. Voy. Mana texnika. Mana texnika nima deydi? Yomon katta davleniya tushdi. Men yetib keldim. Ketdik. Так. Барабанная дробь 180 kilo. Hayotida birinchi marta и oxirgi marta. Ketdik. Bismillah. Давай. Просто joydan Ko'tarsam bo'ladi. Ha. Ko'tarsam yetadi. Ha. Давай. Voy. Men teri mintaqani o'zi yetib keldi. 180 o'z. Yo'q. Hay. Ketdi. Bola 180. Gel. Qo'lsa. Ep. 180. Rahmat hammaga. Bu challengelar hammasi nima uchun qilinadi? Yoshlarni sportga qiziqtirish. Bizning ishimiz ham shu. Ko'pchilik aytadi, "Xudoandalisiz, nevaralik bo'ldingiz, bo'lar endi." Nima uchun to'xtatishim kerak? Xudo kuch-quvvat berib turibdi. Возможность berib turibdi. Sog'lik joyida. Organizm eshityapti. Aytganini qilib o'syapti. Nima uchun to'xtatishim kerak? Именно mani случаymda yosh kattalar ham ko'rib qiziqadi. To'g'ri. Mana shu yoshda ham qilsa bo'lar ekan deb. Tem bo'li yoshlar shu yoshda qilgan odam men qila olmaymanmi deb mendan o'tib ketishi mumkin. To'g'ri. Sizlarning ishlaringiz ham xuddi shu. To'g'ri. Yoshlarni sportga qiziqtirish. Qayerdadir narkotiklarga qiziqib, pivo, sigaret ichib chekib burchaklarga
ana yashirinib yurgandan ko'ra mana sport kelib, o'zini hayotini to'g'ri yo'lga bosib, to'g'rilab olishi mumkin. Sport yosh tanlamaydi. Конечно. Xohlagan, Конечно. sog'lom bo'lsa, Xuddi shunday. bemalol sport bilan shug'ullansa bo'ladi. Xuddi shunday. Sizga challenge uchun katta rahmat. Kelib turinglar. Rahmat. Endi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kim bilan qiyin challenge oling va kim bilan olishimni ana o'zingiz aytsangiz. Kim bilan? Olsam bilan, ha. Abduvohid bilan. Abduvohid aka. Ha. Bo'ldi. Yaxshi, ha, u ham trenirovkasi juda yoqadi. Yaxshi challengelari bor uni ham. Bo'ldi. Kommentariyaga ularni Abduvohid atletga bilan. qo'ysanglar, Ha. qancha ko'p kommentariya qilsa, men ularga yozaman va ular bilan challenge olamiz. Tamam. Bo'ldi, rahmat.